Assalomu alaykum barcha MK Samandar kanali obunachilari. Bugun sizlar bilan kriptovalyutada prop hisob olishni o'rganamiz. O'zbekistonda va O'rta Osiyoda menimcha birinchilardan bo'lib bilayotgan bo'lishinglar ham mumkin. O'zbekistonda aniq bilaman, birinchilardan bo'lib bu prop kompaniyani men sizlarga tavsiya qilyapman. Tavsiya qilishimga ikkita sababini aytaman. Birinchi sababi shaxsan o'zim Dubaydagi ofisiga borib gaplashib keldim. Hammasi ishonchli dokumentlari, xat hujjatlari, to'lab berishlari hammasiga u muammosi yo'q. Ikkinchi sababi bu PropW kompaniyasi CoinW bilan birgalikda ishlaydi. Ya'ni CoinW kripto birjasi o'zini PropW o'sha prop beradigan kompaniyasini ochgan. Xo'p, endi asosan ishga o'tadigan bo'lsak, xo'p, saytga kiramiz. Saytga kirganimizdan so'ng bu yerda ko'rayotganinglardek o'zini sayti yokida siz CoinW saytiga kirgan holatda ham, CoinW saytida ham mana shu PropW saytiga o'tishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Xo'p, endi mana bu joyda Get Started tugmachasini bosamiz. Xo'p, Get Started tugmachasini bosganimizdan so'ng bizda qilinadiganı bu yerda mana Register tugmachasi orqali ro'yxatdan o'tib yangi hisob yaratishimiz mumkin. Yokida yangi hisob yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Emailimizni, telefon nomerimizni va emailimizga kelgan kodlarni yozib, o'zimizga kerakli bo'lgan o'sha ro'yxatdan o'tish tizimi orqali ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak. Xo'p, menda tayyor ro'yxatdan o'tilingan. Shuning uchun men yana qaytadan sizlarga tushuntirib o'tmayman yokida ro'yxatdan o'tib bermayman, chunki bu ro'yxatdan o'tish juda ham sodda va oson tushuntirib berilgan. Saytga tashrif buyurganimizdan so'ng bu yerda ko'rayotganinglardek Challenge 1, Challenge 2, Challenge 2 mana shunday etaplari bor. Ya'ni ikkita imtihonli. Birinchi imtihonda siz 5% daromad qilib berishingiz kerak. Ikkinchi imtihonda 10% daromad qilib berishingiz kerak. Kunlik stop loss 5%, общий stop losslar 10%, minimum trading day 5 kun va plecho 5 ga 1 bo'ladi. Va savdodan o'sha qachon o'tasiz imtihondan unlimit u. Xo'p, endi 28 USDT ga haqiqiy pulingiz 28 USDT bo'lsa, siz $2000 hisob raqam olishingiz mumkin. Agar sizda $99 bo'lsa, $10,000 $10,000 USDT olishingiz mumkin. $10,000 shot. Bilasiz, har bir prop shotda siz imtihonidan o'tganingizdan so'ng to'lagan pulingizni qaytarib berishadi. Xo'p, endi 249 USDT ga 25,000 USDT lik shot olishingiz mumkin. Xo'p, $110,000 shotni $799 ga olishingiz mumkin. Bu yerdan xo'p, hisobingizni birinchi to'ldirishingiz kerak. Mana bu joyda mani hisobimda pul yo'q deb yozib qo'ygan. Depozit orqali siz CoinW saytini o'sha ishtirokchisi bo'lsangiz, CoinW saytiga kirib, bu yerda hisobingizni to'ldirib, o'sha orqali xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, mana shu orqali bir marta pay tugmachasini bosasiz va savdo qilishingiz mumkin. Va siz 18% hozirni o'zida chegirma olishingiz mumkin. Ya'ni mani referal linkim orqali siz kirib 18% lik chegirmaga ega bo'lishingiz mumkin. Buning uchun opisaniyada yokida kommentariyadagi link orqali kirishingiz tavsiya qilib qolinadi do'stlar. Sizlarga mana shu prop shotni ko'rsatib bermoqchi edim. Bitta konkurs qilmoqchiman. Agar mana shu videoga o'z telefon raqamingizni yozib qoldirsangiz va mana shu video 5000 ta prosmotrdan oshsa, men 3 ta odamni raqamli generator orqali kommentariyada aniqlab, 3 ta odamga mana shu kripto bo'yicha giveaway qilib, konkurs qilib shot sovg'a qilaman o'zimning nomimdan. Shuning uchun videoga like bosib, kommentariyada o'z telefon raqamingizni qoldirib qo'yishni unutmang.